Assalomu alaykum. Hammaga alangali salom. Har safar aytaman, O'zbekiston nimaga tengsa jannatga teng degan joy. Nima yo'q O'zbekistonda. Mana biz hozir bir junglida adashib qopti demaysizlar, bu O'zbekistonning pistazori. 50 yillik kamida bo'lgan bog' pistazor. Bu pistalar o'sha vaqtda o'rmonchilikda mana shu cho'lda o'zlashtirishda ekilgan saksovul, pista, uzoq yillik dekorativ ko'chatlar. Hozirga kelib bu ko'chatlar meva solmaydi, sababi bu urug'idan ko'paytirilgan. Endi mana shuni haligi texnik tilda aytganda modernizatsiya qilib, bu bog'ni yangilash usuliga keldik. Hozir xudo xolasa mana shu bog'imizni chiroyli qilib institut bilan, olimlar bilan hamkorlikda, hamfikrlikda ish qiladigan bo'lsak, mana shu bog'lardan, mana shu daraxtlardan chiroyli hosil olib natijaga erishsak bo'ladi. Sababi kelajak mana shu daraxtlarniki. Sababi O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan ko'p bor aytganman, suv tanqis davlat hududga kiradi. Demak, suv tanqis davlat bo'lgandan keyin, davlat hudud mintaqa bo'lgandan keyin bunga suvni kam iste'mol qiladigan, suvsizlikka chidaydigan o'simliklar ekib, uni ko'paytirishga to'g'ri keladi. Mana misol uchun hozirgi kunda Hamdon pista, Eron pistani bozordagi narxi o'rtacha 200 ming, 150 mingdan yuqori. O'zimizning местный pistalar ular ham 100 mingdan yuqori. Endi bularga hech qanaqangi mehnat kerak emas. Bu juda cheksiz, bepoyon. O'rtacha bir 100 gektardan oshiq joy. Bu yoq ham ko'rinmaydi, bu yoq ham ko'rinmaydi, hech yoq ko'rinmaydi. Haligi to'rt tomoning qibla degan joy mana shu joy. Endi aytmoqchi bo'lganimki, 1 kilo pistani puliga 100 mingga necha kilo bodring, necha kilo pomidor, necha kilo uzum, olma, qovun beradi. Misol uchun da qishda ham, yozda ham ahamiyati yo'q. Bu daraxtlarga nimaga 50-60 yillik daraxtlarni oldiga kelganimiz, bu 15 yil, 20 yil deganda hosilga kiradi-da pista. Mana bu yerda hozir tayyor bizga baza. Buni hozir biz payvand qilib, uni keyin buni tayyor ildizidan foydalangan holatda tez hosil olish mumkin bo'lib, yaxshi natijaga erishishimiz mumkin. Mana hozir shu joylarni biz xudo xolasa o'zlashtirib, o'rmon xo'jaligi qo'mitasi, keyin o'rmonchilik instituti, agrar universitetlar, qishloq xo'jaligi vazirligi, xullas kalom mas'ul bo'lgan mas'ullar bilan birgalikda shu ishni amalga oshirishga qattiq bel bog'ladik. Buning uchun investorlarimiz ham kelgan. Bularni endi hisoblab chiqing. Har bitta daraxtda o'rtacha 20 kilodan 15-20 kilodan pista olinganda, mana shu joyda tagida egallasa shu 2 kvadrat metrda egallanmaydi soyasi bilan olib qaraganingizda. Lekin shu yerda 15 kilo 2 kvadratda 15 kilo beradigan bo'lsa, 15-20 kilo hosil bersa, bu degani 2 million 3 million daromad degani. Mana shunday narsalardan izlanish kerak. Kelajak mana shu bunaqangi o'simliklarniki. Bu koni foyda bo'lgan. Bir vaqtlar buni 50-60 yil oldin qaysidir bir yaxshi ota-bobolarimiz ekib ketishgan, ko'paytirib ketishgan va xullas mana shu holatga kelgan. Bu hali qarovsiz holatda shunchalik o'syapti. Hali kelajakda bu gullab barqaror ketadi. Bunga endi suv kerak emas, boshqa kerak emas, faqat payvandini qilib chiroyli qarab turilsa, o'sha shoxlaridan 2-3 yilda keyin mevaga kirgizib olishimiz mumkin. Ish juda ko'p. Natija juda katta bo'lishiga umidvormiz, xudo xolasa. Mana izlaganga
hamma narsa topiladi shu yerda o'zida. Bu yana bir gap borda, nimaga o'zbek biz mana shu ko'p yaqin davlatlarimizdagi mintaqamizdagi odamlar voyib ketmaganini sababi ota bobodan meros qolmagan hech narsa. Mana shularni biz meros qilib qoldirsak, kelajakda biz avlodlarimiz boy bo'lib yashashi uchun. Mana o'sha boy jamiyatimizga birinchi qadamlarimizdan hisoblanadi. Bu juda katta bog', juda katta bog'. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa pistaxo'rlikka chaqiramiz.